Yiqilsan deri julaydi Ajr bilan hayot gullaydi Ishonch bilan boqsang adiga Yillar alg'a unaydi Baxt har kimning ko'zida har xil U bir odam yoki bir fursat Bugün şu Rafael'in top sakladı azar. Kiler o ya kemmesine bak. Kemmeyden şoklar mı ya? Ben aram taptım bir emelden kaldırıldı. Bana komay saldı retiş bergen bolsa. Bu? Nim boldu ya? Emelden. Gap olsa çıktı ama nitmiş o be. Ben bu liderden digin boyu çıkılmaya bulmuş ben maaş. Ya Ya yapma. Otur paranı lan. Otur paranı. Tutturam bak. Ya tuttur. Bak gap ne o çıktı. Neymiş oldu ya? Bu Rafael'in ya kemigini dats bilmem de. Üyüdüklerimi Rafael'in izatıdı. Ya şundayma bir sebep vardı bir demersen olsa. Ya bu toy toxtu dedi, pul toxtu dediğin nasip olmasa bu. Şundayma? Bu işni ben bir sürüştüratman lekin azgını ispat bilen bir nas tegil bulmaydı. Ya bu azgını ispat bolsa bizga aş isbatni bolsa dang. Biz endiken qandaq yurishtirishni biz endiken o'ylasak bo'ldi emasmi? Şundayma çok cumhuriyet oyunu siz yoksunuz yok olanda. Özlem bir Rafael telefon koyma. Adaş ben abayla yaxshi qildim, almavassa şu an. Vra xotni qara kimga? Fidoraga. Nima? Etikka. Hey adaş. Bu ikisi kış bilmeyene buraya. Bu ikisi atanız qo'shilib bo'lgan to'yga nima qachudi bu ikisi? Ey bu Filora ondan nim sebepten bu Rafael'dan to'y qildi da yoki nim sebepten Rafael'dan yiqilishdan maqsad. Adaş. Biz oldin qitim tunji qitim Rafael ikimiz. Ha. A planni ko'gil taqib chiqqan vaqtimizda yo'lda uchirdi bizga. Ya adaş bek sip ketdim, uyqum keldi, tez aytgin ada. Madaş avu yaqira. U. Kim u? Qo'yma, qizulga. O'sir. Ha. Bir ish bo'ldimi? Aka, başını tezroq aytsangiz bo'pti. Jiddiylashmang. Andikin bizning hamyonimiz o'g'irlab oldi, Filora. Aqo'tiga sağa qatmay qilolmaydi. O'ta. Qulog'ini silkib yaqima. Qochdi yana. Sen aralashma, uqdingmi? O'ta nima? Va qizonning aqib cho'qili 2 oy bo'ldi. Buning Rossiya yolg'onligini qanday bilamiz? Bu kinishgan rostmi, yolg'onmi? Ishonmatamcha? Chiqib qarab baqa mashina brandasan bam kerak. Telefon pul qopchig'i. Chaqchaqima. Hech qaysi yo'q. Ikkinchi qitim Rafael telefon qilib pul so'rag'ini esimda bor. Figurani Rafael'ı yıkılışı baş maqsad var ekan. Andan bo'lsa bu Filora bu Rafael'in pulga deb alashib qolmoqchida. Ya ularning shirkatga kirishdan bir maqsad bormi ya? Tutda. Men qilvatqandek turibsa, kayfiyatim chechilib ketdi. Qara. Filora hozir ash saqchida qishib sinamashdan shundan mashinada hamyani ko'rib oldi. Og'andiki Rafaelning boyligini sezib qoldi ya. Shuningla Rafael'da yiqilishi ma to'y. Adaş. Ma qiz bola kallavon tutib bizga. Shundaymi? Og'illar, xuslanma qizdan bek chaqirib ketdim. Aşağı birinci vaqtda shu Filorani ko'rgan vaqtimda chira chiqibdi buni. Ashda Fordela bo'lsa, ashda pullar va o'g'illardan to'qlaydi deb ashda chira chiqibdi ona. Ya adaş bu holda o'g'il ishni qo'yapsan, bir gapga putlashmanasan. Ashda o'shanda. Kartisidan hemen tushundim bu ishlarni. Ameliyatda bu bizim şirket bilan talashayotgan tür planı bilan munosabatga. Qarshi taraf bizim burun bu turni qo'lga keltirib qo'yibdi. Aloqador organlar bizning kechirimkeşlik qildi deb tekshirib yutibdi. Shundoq bo'lsa-mu, bu ikisining ishi bilan bu savdo ishining qanday aloqasi bor? Tekshirish jarayonida bizning ishki materialning oshkorlanib ketganini bayqadik. Bu qitimdagi tur planiga shirkatimiz g'olliq xodimlar bilan Rafael qatnashgan.
Şirketimiz xodimlaridan faqat Filorani yangan. Hem siz demekçi, Filora Rafael bilan yiqilishib, sizlarning bu tur planni boshqalar oshkorlab etdi. Sizning isbotingiz bormi yo siz o'zingiz faraz qilib topdingizmi? Biz şirketning kuzatish apparatining bir kuni kechda Filoraning bosh liderining ishxonasiga kirib, material ko'chaginini o'qitdik. Firdos, Yaxshimi? yaxshimi? Bo'l o'tiring. Men 2-oyning 22 kuniga telefonimni chiqarib bergan bo'lsangiz. Shu aytib beraman. Sizdan bir gap bor. Alın qitim ishxonangizga material kimga bog'liq? Kimki? Filora. Filora? Materialni o'g'irlabdimi? Yo, buni Abbos Kuroyev bilan aloqasi bor bu anda olsa. Ya men o'yildim da, oldin qitim Filoraning apsi og'rib qolgan vaqtda Rafaeldan pul so'ragandi. Endi yana bir şey kun tushib materialni setib etdim ya. Ey, şu çağdımı o Rafael onun 150 milyon pul vergendigine qara. Şu Filora 150 milyonun içindeki 3 milyonu işiltip qağını berib etdi ya. Mesela şu qızalık pul kerek olab qağan bolsa, nemiş qağan pulu qaytırtıdı onu. Bu Muraz. Ya endi 150 milyon az ko'rgan o'xshaydi bu qiz. Bu materialni satsa qancha pul deb qolmaslar? Bu cho'ngroq biliq tutayapti bu qiz. Qallı işlep gitti. Bu yo'q dedim olmaydi. Bular emas boshlaydir Filoraning material o'g'irlanganini bilgandan keyin meni Filoraning arxivini tekshirishga buyurdi. Tekshirish jarayonida doktorxonaga apsi bilan kichik qizning hech qanday qatnashishlik munosabati yo'qligini his qildim. Bu onda o'zi opsim yolg'on bo'lsa, bu chiroyim yolg'on ekanda bu qizdan. Onda o'zi qancha sotib besib ketdi bu. Qizola. Sodda ko'ringani bilan İçibek yamanmı ha? Shunday. Endi şu pul bilan uchunmi qildi deydi. Lekin Rafael shunda yaxshi ko'rgan tursa Filorani, shunda yaxshi muomala qilayotgan tursa, bu ikkisi to'y qilsa degan biri kirdi. Demak, bu qizil pulda g'am qilmaydi degan gap. Unda sen nimishqa materialni o'g'irlaydi? Cho'qim bir maqsad bor. Aslidir bu ishlarni bekchi qadam bilib ketmisin, endi gapmi bu yoki qolgan kelmanmi? Yushurib yurmay, Filora Abbosning qizi ekan. Nima? Onda olsa bu kino kitapta bu tiyashchu ya这个. Ay我去. Ya bu qizning Rafaelning pulini deb aralashdi deb biz oddiy o'ylab oldikmi nima bola? Onda olsa Rafael qachon chidiyamay chiqib ketgan o'xshaydi. Agar menga olib qolgan bo'lsa-da, men chidamay chiqib ketdim. Ya bu nimada yamanmi Filora degan qizning ishi, nimada yaman? Bishim partlab ketib qoldi ham gapdan onu. Rasmi chiqma, har qanday ish yuz bermay, yuz bergajma, yo. Bu hozir Filorani Abbosning qizi dedi. Unda bu ishda cho'qim Abbosning mas'uliyati bor. To'g'ri tanlash. Filora boshda Rafael bilan to'y qilish uchun Rafaelning dadasini inda keltirish kerak. Qanday inda keltirdi? Buni birdan bir qila olgan ishi faqat birla. Onda olsa mashina voqeasini Filora qildi demakchimi? Endi sen hozir mashina voqeasini dedingga, shunda bo'lib qilishi mumkin lekin biz mashina voqeasini hozir delodni tekshirib chiqsak nurg'ilgan jip kuchiga ega bo'la olamiz. Siz ham boshqasini bilamsiz. Lider Filoraning opasining qizi ekanligini to'y bekitib bo'lganligini bildi. Lider har qancha qarshi turgan bo'lsa-mu, Rafael dadam o qizning oila sharoiti yaxshi emas, shun qo'shilmadi deb o'ylab qoldi. Ya bu tağımız mı kızık ekan? Bu rost yaqinmamdi Rafaelga.
Lider Rafaelning Filorani chin ko'ngildan yaxshi ko'radiganligini bilgachga, uni qabul qilolmasligidan ansirdi. Tungi ishxonada ikkisining qattiq deyishib ketganini anglab qoldim. Sizlar to'y qilsangiz bo'lmaydi. Men bu to'y ishiga qattiq qo'shilmayman. Beshida qo'shilgan to'nga nemishqa gapingni yinib olsan. Ishkingni boshqa emasli bolam. Sen burunla Filorani yaratmagan. Hey bolam, saddılık qilyapsan-da, sen saddılık qilyapsan. Hech nima tushunmay turib. Mening tanlash huquqim bo'lmasa, yashaganimning nima hikmati? Ya bularza qanday ish bo'lib ketadi, men faqat tushundim. Murakkab. Buning qarori. Voy. Ya bu ish qanday qilib? Qaradash meni qo'lda tizilib o'tirdi. Sening farzing to'g'ri, liderning degan bo'yicha men Filoraning keyingi odam salgan. Mana shu aşk etdimdagi rasm. Liderning mashin vaqasi uchrashishimi o ikkisining o'yin ekan. Men Guanjudan tekshirdim. O kishi saqchi emas ekan. Mana hamma shal oldi buni. Ekra. Ya bu ikkisi vaqt asli tanishga munosib ekan. Men burunla mashkisi Rafaelni kalasida o'ylab qo'ygancha qas qilgani. Shuna bilan men yog'an soch qiyofat kiribdi. Filora qichib uydan. Shuna men saqchi qo'g'ilgan bo'lib, sizlarning mashina chiqdimi? Shu chiqqandikida shuna Rafael ko'raplam ish chaqirtib uni yistashlikka erishib ketganga. Manda Ya adash, undan keyin bu saqchi mashinani qaytarib berish bahanasi bilan Rafaelni izlashibdi. Filora hamyonimiz o'g'irli bilib Rafaelni o'zini qasddan izlatdi. Oxirida Filora o'zining oilasining ahvoli, opasining og'riqchanligini deb eslashlikni qo'zg'adi. Bu bizning og'aynimizmi? Mush doktorxona qatarash jarayonida yaxshi ko'rib qopti-da, men qahvash qizalni, ha? Manda Bu qiz, voy, bek yamanki adash, bu qizga qo'l qo'ydim men. Adash to'g'ri desa, esingni bormi oldiqtimiz bir do'kon kirdik adash. Ha, Esingni bormi? Bu qizni ko'rganman. Shu vaqtda mis qattimligina buniki. Yolg'onlarda ishlaydigan yerga kirib bu Rafael yaxshi qilmoqchilar shu vaqtda. bu biz bilmaydigan chiqqan-ku. Ya bu qiz bola Shunda men shu joyda Rafaelni izlab borgandim. bu qiz bola nafrat muhabbet hikayesini vahşi yaxshi o'ynabdi. Bu manda qarsam bu Rafaelning saddılıqını paydan olqiniga o'ynatayotganga. Bu Rafaelmi saddicho. Mush qizal hissashlik qilib Rafaelni o'ynatdimi? Shuningdek shirkatga kirib materialni o'g'irlab, bir qadam yo'l o'tib qo'ygan ekan, ma yag'an saqchini paydo qildi. Shuningdek ma yag'an saqchi chiqdi, menda mashina vaqasining delosi. Candan keçmegichi cananga yetkili olmaz deb hamishni qilib qipti-da bu, ha? Albatta dedim adashmish, og'inimiz saddicho bizdan kimdan ko'rish buni? Buningga bir doyin qapti adash. Filmda mi rejissyor ekan, kinoda mi? 这个就是现实版的阴谋与婚礼。Valla bu yerda deyishishadigan gapni qamida hamma gapni bilib bo'ldim. Teshik chiqib, restoranni ishini o'rlashtirdi, berib Rafaelni deydi. Başta qilamiz. Oh! Oldu. Rafael ispirtdi. Ha? Ko'raman. Ağinlar. Men bu reallikni qabul qilolmadim. Keyin nima ish bo'ladi, qani ko'ramiz. Chiqandoq? Chiqarib olay.